حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. 1929-yilda, ba'zi manbalarda 1932-yilda Iroq podshohi Faysal ushbu voqeani aytib bergandi. Men bir tush ko'rdim. Tushimda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ikki sahobalari huzurimga kelganlarini ko'rdim. Ulardan biri Huzayfatul Yamoniy, ikkinchisi Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuma edi. Ular menga Dajla daryosining o'zani kengayib, bizlarning qabrimizga sizib kirishni boshladi. Shunga bizga yordaming kerak deyishdi. Shunda men, deya gapida davom etib aytadi o'sha davr podshohi Faysal, haqiqat qaror topishi maqsadida Dajla daryosi va qabr orasidagi masofani o'lchab ko'rdim. Biroq suv o'zanida o'zgarishni ko'rmadim. Shu sabab tushimga alohida ahamiyat bermadim, dedi. Ammo shundan so'ng mazkur tushni u qayta ko'ra boshlaydi. O'sha tush Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Faysalga qabrimizni ko'chir, bizga yordam ber deyishardi. Shundan so'ng, deya Faysal so'zida davom etib aytadiki, Iroq ulamolaridan iborat kengash ishtirokida mashvarat o'tkazishga qaror qildim. Men ularni barchasini yig'ib, tushimda bo'lgan voqeani aytib berdim. Qachon men ularga ushbu voqeani aytib berganimda, ulardan bir olim o'rnidan turib, men ham xuddi shunday tush ko'rdim, dedi. Majlisdan so'ng ular ikki sahobaning qabrini qazib, boshqa yerga ko'chirishga qaror qilishdi. Bu ishni amalga oshirish uchun esa ma'lum kun tayinlandi. O'sha kun kelganda, bu ikki sahobaning qabri boshqa yerga ko'chirilishi lozim edi. Bu ish agarda daryo o'zani kengayib, suv ularni qabriga yetishi ehtimoli bo'lgan holatdagina amalga oshirilishi kerak edi. Qirol aytadi. O'sha vaqtda haj mavsumi yaqinlashgandi. Ushbu voqeadan odamlar, jumladan Makka va Madina ahli odamlari xabar topishganidan so'ng, bu ishni hajdan keyinroq muddatga qoldirishni so'rab menga murojaat qilishdi. Sababi ular ham bu hodisada ishtirok etish niyatida ekanliklarini bildirishdi. Shunda Faysal buni hajdan keyingi muddatga qoldirishga rozi bo'ldi. So'ng u shunday deydi: qabrni ko'chirish vaqti kelgandi. Biz qabrni kavladik. 13 asrdan beri ular o'z qabrlarida edilar, Faysal aytadi. Qachon biz ularni tanalarini ko'rgan vaqtimizda, ular butunlay saqlangan holatda soppa-sog' turardi. Go'yo ular uyquda yotishgandek edi. Ularning ko'zlari chaqnab turar, tanalarida esa qon aylanishdan to'xtamagandek edi go'yo. Bu voqea esa 1932-yilda bo'lib o'tgandi. Faysal so'zida davom etib aytadi: biz tanani chiqarib oldik va Salmon Forsiyning qabrlari yoniga ko'chirib o'tkazdik. O'sha yerdan ularga yangitdan qabr kavlangan edi. O'sha vaqtda u yerda odamlarning orasida hali musulmon bo'lmagan nemis shifokori ham turardi. U Faysaldan bu ikki sahobalarga nazar solishni iltimos qildi. Bu shifokor okulist edi. U sahobalarning ko'zlariga nazar solarkan, hayratdan yoqa ushlab qoldi. Sababi uning aytishicha, inson ko'zida ko'z nuri bo'lib, odatda inson vafotidan so'ng bu nur yo'qolar ekan. Lekin hayratlanarlisi shundaki, u ikki sahobalarning ko'zlaridagi nur saqlanib qolingan edi. Bu voqeaga guvoh bo'lgan mazkur shifokor ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deya iymon keltirdi. U shu zahoti islomni qabul qildi. Bu voqeadan butun dunyo xabar topgandi. Shu sabab o'sha davrda yashagan boshqa ko'plab kishilar ham islomni qabul qilishgan edi. Shunday qilib ular boshqa qabriga ko'chirib o'tkazildi. Bu voqea Muftiy Taqiy Usmoniyning Jahanididah nomli kitoblarining 55-58 sahifasida ham zikr qilingan. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Allohning yo'lida qatl qilinganlarni o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, tirikdirlar, Robbilari huzurida rizqlantirilmoqdalar. Mazkur voqea ushbu oyatning yaqqol tasdig'i bo'ldi. Bu noyob hodisa aqllarni lol etdi. Aslida esa inson tanasi vafot etganidan so'ng chirish jarayoniga qarshilik qila olmaydi. Ammo shahodat maqomida vafot etganlarning tanalari esa Allohning inoyati ila sof holatida saqlanib qolingandi. Islom mukammal dindir. Qur'ondagi har bir oyat mukammal va betakrordir.
Ularning har biriga iymon keltirib, hayotimizda amal qilib yashamoqligimiz lozim. Alloh bizni o'zi rozi bo'ladigan bandalari qatoridan qilsin. Valhamdulillahi robbil alamin. Ushbu voqea faqat ibrat olish maqsadida taqdim etildi. Alloh bilguvchiroq.